Salom, aziz tomoshabinlar va kanalimizning doimiy kuzatuvchilari. Bugun men siz bilan bitta juda muhim yangilikni baham ko'rmoqchiman. Bu har bir nafaqaxo'rga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingizni iltimos qilaman. Chunki u sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, kommunal to'lovlar, xususan gaz narxi tobora oshib borayotganini hisobga olsak, bu mavzu juda dolzarb. Agar siz bu yangilikni kutgan bo'lsangiz yoki shunchaki moliyaviy barqarorligingiz haqida qayg'urayotgan bo'lsangiz, hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu bizning jamoamiz uchun eng yaxshi motivatsiya bo'ladi va siz muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormaysiz. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Avvallar nafaqaxo'rlarimiz gaz uchun to'lovlarni o'zlarining shaxsiy nafaqalaridan to'lashga majbur edilar. Ko'pchilik biladi, mamlakatimizda gaz narxi muntazam ravishda oshib boradi. Bu esa ayniqsa qish mavsumida nafaqaxo'rlar uchun juda katta yuk bo'ladi. Ko'pgina hollarda nafaqa miqdori kommunal xizmatlar, oziq-ovqat va dori-darmon xarajatlarini qoplashga arang yetadi, ba'zida esa umuman yetmaydi. Bu holat har bir nafaqaxo'rning qalbida og'riq uyg'otadi. Misol uchun qish oylarida katta uyda yashaydigan yoki markaziy isitish tizimiga ulanmagan va uyni gaz bilan isitadigan nafaqaxo'rlar uchun gaz uchun to'lovlar oyiga bir necha yuz ming so'mga yetishi mumkin edi. Bu miqdor ba'zan butun nafaqaning yarmini yoki undan ham ko'prog'ini tashkil qilardi. Natijada odamlar issiqlikni tejash maqsadida uylarida haroratni pasaytirishga, qalin kiyimlar kiyishga, qisman elektr isitgichlardan foydalanishga majbur bo'lishardi. Bu esa o'z navbatida elektr energiyasi uchun xarajatlarni oshirardi. Vaziyat shunday ediki, pensiyaga chiqqan har bir inson har oyda keladigan gaz kvitansiyasini qo'lga olganda chuqur o'yga tolardi. Qanday qilib bu to'lovni amalga oshirish mumkin? Qaysi xarajatni kamaytirishga to'g'ri keladi? Bu haqiqiy moliyaviy bosim edi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat nafaqaxo'rlarga gaz uchun kompensatsiya to'lash to'g'risidagi qarorni rasman tasdiqladi va bu hujjat tasdiqlandi degan muhim yozuv bilan e'lon qilindi. Bu shuni anglatadiki, bundan buyon nafaqaxo'rlarimiz gaz uchun to'lovlarni to'lashda davlat tomonidan moliyaviy yordam olish huquqiga ega bo'ladilar. Bu qadam nafaqaxo'rlarimizning hayot sifatini yaxshilash, ularning moliyaviy yukini kamaytirish va ularga munosib hayot kechirish imkoniyatini yaratishga qaratilgan juda muhim ijtimoiy tashabbusdir. Bu shunchaki bir vaqtlik yordam emas, balki tizimli yondashuv bo'lib, kelajakda ham davom etishi kutilmoqda. Endi nafaqaxo'rlarimiz qishda issiq uylarda o'tirishlari, kommunal to'lovlardan ortgan pulga o'zlarining boshqa ehtiyojlarini qondirishlari mumkin bo'ladi. Bu qaror juda ko'p muhokamalardan so'ng aholining eng himoyaga muhtoj qatlami bo'lgan nafaqaxo'rlarning ahvolini yaxshilash maqsadida qabul qilindi. Keling, endi ushbu kompensatsiya tizimining barcha nozik jihatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Nimani bilishingiz kerak? Kimlar bu kompensatsiyadan xavotir olishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, kompensatsiya nima o'zi degan savolga javob beraylik. Bu to'liq to'lovni qoplash emas, balki sizning gaz uchun sarflagan xarajatlaringizning ma'lum bir qismini davlat tomonidan qoplashdir. Ya'ni siz gaz uchun to'liq summani to'lamaysiz, balki ma'lum bir chegara doirasida sizning xarajatlaringizning bir qismi davlat byudjetidan to'lanadi. Bu sizning gaz hisoblagichingiz ko'rsatkichlari asosida hisoblanadi va belgilangan me'yorlar doirasida amalga oshiriladi. Bu pul to'g'ridan-to'g'ri sizning hisob raqamingizga o'tkazilishi yoki gaz yetkazib beruvchi tashkilotning hisobidan chegirilishi mumkin. Bu albatta pulni tejash imkonini beradi. Ikkinchidan, kompensatsiyaga kimlar haqli degan savol. Ushbu kompensatsiyaga nafaqat yoshga doir nafaqa oluvchilar, balki nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa oluvchilar va qonun hujjatlarida belgilangan boshqa turdagi nafaqalarni oluvchilar ham haqlidirlar. Ya'ni agar siz davlatdan biron bir turdagi nafaqa olayotgan bo'lsangiz, ushbu kompensatsiyaga da'vo qilishingiz mumkin. Ammo ba'zi mezonlarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Asosiy mezonlar quyidagilardan iborat. İlk, nafaqa oluvchi maqomi. Yuqorida aytib o'tganimdek, siz rasman nafaqa oluvchi bo'lishingiz shart. Bu sizning pensiya jamg'armasida ro'yxatdan o'tganligingizni va muntazam nafaqa olayotganligingizni anglatadi. 2. Uy-joy turi va gazdan foydalanish. Kompensatsiya asosan individual isitish tizimiga ega bo'lgan xususiy uylar yoki xonadonlarda yashovchi va gazni isitish uchun
faol foydalanuvchi nafaqaxo'rlarga qaratilgan. Agar siz markaziy isitish tizimiga ega ko'p qavatli uyda yashasangiz va gazdan faqat pishirish uchun foydalansangiz, kompensatsiya miqdori sezilarli darajada kamroq bo'lishi yoki umuman berilmasligi mumkin. Chunki sizning gaz iste'moliy xarajat isitishga emas, balki markaziy isitishga to'g'ri keladi. 3. Oilaviy daromad. Bu eng muhim mezonlardan biridir. Kompensatsiya asosan daromadi nisbatan past bo'lgan va moliyaviy yordamga muhtoj bo'lgan nafaqaxo'rlarga beriladi. Agar sizning oilangizda nafaqa oluvchidan tashqari boshqa ishlaydigan a'zolar bo'lsa va ularning daromadi belgilangan chegaradan oshib ketsa, kompensatsiya miqdori kamayishi yoki sizga umuman berilmasligi mumkin. Bu davlat resurslarini eng muhtojlarga yo'naltirish maqsadida qilinadi. Har bir viloyat yoki tuman uchun belgilangan daromad chegaralari farq qilishi mumkin. Shuning uchun aniq ma'lumotni mahalliy hokimiyat organlaridan yoki pensiya jamg'armasidan olishingiz kerak. 4. Uy-joy maydoni. Ba'zi hollarda kompensatsiya hisoblanayotganda uy-joyning umumiy maydoni ham hisobga olinadi. O'ta katta uylarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun agar ular moliyaviy jihatdan barqaror bo'lsalar, kompensatsiya miqdori kamayishi mumkin. Bu ham resurslarni adolatli taqsimlashga xizmat qiladi. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollar orqali vaziyatni tahlil qilamiz. Bu sizga kompensatsiyaning qanday ishlashini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Misol 1. Yolg'iz yashovchi. Kam ta'minlangan nafaqaxo'r. Oysha buvi 72 yoshda. U Toshkent viloyatining Qibray tumanida kichik, ammo shaxsiy isitish tizimiga ega xususiy uyda yolg'iz yashaydi. Uning oylik nafaqasi 1 million so'mni tashkil etadi. Qish oylarida uyini isitish uchun Oysha buvi o'rtacha 4,5 kub metr gaz iste'mol qiladi. Hozirgi gaz tariflari bo'yicha, masalan, 1 kub metr gaz 10,000 so'm deb faraz qilaylik. Uning oylik gaz to'lovi 2,6 so'mdan 3,5 so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu uning nafaqasining qariyb 26-32% tashkil etadi. Bu juda katta miqdor. Chunki bu pulga dori-darmon, oziq-ovqat va boshqa zarur narsalar sotib olish kerak. Yangi kompensatsiya tizimi joriy etilgandan so'ng Oysha buvining holati tubdan o'zgaradi. Faraz qilaylik, davlat birinchi ekin boyisi kub metr uchun kompensatsiya taqdim etadi. Bu degani 2,5 kub metr 6,5 so'm, 26,500 so'm miqdoridagi xarajat davlat tomonidan qoplanadi. Agar u 4 kub metr gaz ishlatgan bo'lsa, endi u faqatgina 1,5 kub metr 2,5 uchun to'lash kerak bo'ladi. Bu esa 1,5 kub metr 6 so'm 7,500 so'mni tashkil etadi. Natijada Oysha buvining gaz uchun to'lovi 25 million so'mdan 9,500 so'mga tushadi. Ya'ni u har oyda 2,500 so'm tejaydi. Bu summa uning uchun dori-darmon sotib olish yoki oziq-ovqat xarajatlarini qoplash uchun juda katta yordam bo'ladi. U endi qishda uyda issiqda o'tirishi, sovuqdan qo'rqmasligi mumkin. Bu misol shuni ko'rsatadiki, kompensatsiya aynan eng muhtojlarga qanday qilib sezilarli yordam berishi mumkin. Misol 2. Nafaqaxo'r er-xotin o'rtacha daromad kvartirada yashaydi. Rustam aka 68 yoshda va Zamira opa 65 yoshda. Ular ko'p qavatli uyning ikkinchi qavati joylashgan 2 xonali kvartirada istiqomatida qilishadi. Kvartira markaziy isitish tizimiga ulangan. Shuning uchun ular gazni faqat pishirish uchun, ya'ni gaz plitasida ishlatadilar. Ular ikkalasi ham nafaqa oladi va ularning umumiy oylik daromadi 2,5 million so'mni tashkil etadi. Ularning qish oylarida gaz iste'moli odatda 15-20 kub metrdan oshmaydi. Bu esa taxminan 9,700 so'mdan 13,000 so'mgacha gaz to'lovi degani. 2 kub metr uchun 6,5 so'm deb hisoblasak, ushbu oila ham kompensatsiyaga da'vo qilishi mumkin. Ammo ularning gaz iste'moli juda past bo'lganligi sababli kompensatsiya miqdori sezilarli darajada kichik bo'ladi. Agar davlat birinchi 2,5 kub metr gaz uchun kompensatsiya bersa, ular uchun bu to'lov deyarli nolga tushishi mumkin. Biroq ularning markaziy isitish uchun to'lovlari alohida bo'ladi va bu kompensatsiya faqat gaz uchun. Shunga qaramay, bu ham kichik bo'lsa-da, ularning oilaviy byudjetiga yordam. Bu misol shuni ko'rsatadiki, gazdan faqat maishiy maqsadlarda foydalanuvchilar ham bu imtiyozdan bahramand bo'lishlari mumkin, ammo asosiy yordam gaz isitishdan foydalanuvchilarga qaratilgan. Bundan tashqari, ularning daromadlari Oysha buviga nisbatan yuqoriroq bo'lganligi sababli ularga ajratiladigan kompensatsiya miqdori boshqacha hisoblanishi mumkin. Misol 3. Nafaqaxo'r voyaga yetgan ishlaydigan farzandlari bilan birga yashaydi.
Murod ota 38 yoshda 3 nafar voyaga yetgan farzandi bilan bitta hovlida yashaydi. Farzandlarining ikkitasi ishlaydi va ularning umumiy oylik daromadi Murod otaning nafaqasi bilan birgalikda 7 million so'mdan oshadi. Ular ham katta xususiy uyda yashaydilar va uyni gaz bilan isitishadi. Qishda ularning gaz iste'moli oyiga 7800 kub metrga yetishi mumkin. Bu esa taxminan 5 million so'mdan 20 million so'mgacha to'lovni tashkil etadi. Ushbu holatda Murod ota nafaqaxo'r bo'lishiga qaramay, uning oilasining umumiy daromadi belgilangan me'yordan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, unga kompensatsiya berilmasligi yoki juda minimal miqdorda berilishi mumkin. Chunki davlatning asosiy maqsadi yordamga haqiqatda muhtoj bo'lgan, oilasida daromad manbai kam bo'lgan nafaqaxo'rlarni qo'llab-quvvatlash. Agar oila boshqa daromad manbalariga ega bo'lsa, ularni qo'llab-quvvatlash ehtiyoji kamroq bo'ladi. Bu kompensatsiya tizimining adolatli va manzilli bo'lishini ta'minlashga qaratilgan qoidadir. Murod ota va uning oilasi hamon gaz uchun to'liq hajmda to'lashga majbur bo'lishadi. Chunki ularning moddiy ahvoli davlat yordamisiz ham bu xarajatlarni qoplashga imkon beradi. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, kompensatsiya tizimi har bir holatni alohida ko'rib chiqadi va sizning individual sharoitlaringizga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun avvalo o'zingizning holatingizni obdon tahlil qilib chiqing. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni qoidalardagi istisnolarga e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlarga va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi va kompensatsiyani muvaffaqiyatli olishingizga yordam beradi. Birinchidan, bir nafaqaxo'rning bir nechta mulki bo'lsa-chi degan savol. Ba'zi nafaqaxo'rlar 2 yoki undan ortiq uy-joyga egalik qilishlari mumkin. Masalan, bitta shaharda, ikkinchisi qishloqda. Kompensatsiya qoida tariqasida siz doimiy ro'yxatda turgan va yashayotgan asosiy uy-joyingiz uchun beriladi. Agar siz ikkinchi mulkingizda gaz ishlatayotgan bo'lsangiz ham, bu yerga kompensatsiya qo'llanmasligi mumkin. Bu albatta manzilni aniqlash va suiiste'molliklarning oldini olish uchun qilingan. Agar siz ikkinchi mulkingizda yashashni xohlasangiz va u yerda ham kompensatsiya olishni istasangiz, doimiy ro'yxatdan o'tish joyingizni o'zgartirishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu jarayon esa o'ziga xos qiyinchiliklarga ega. Ikkinchidan, gaz hisoboti boshqa oila a'zosining nomida bo'lsa-chi degan holat. Ba'zida gaz uchun shartnoma va hisob-kitoblar uy egasining emas, balki uning farzandi yoki boshqa qarindoshining nomiga rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Ushbu holatda kompensatsiyani olish uchun ba'zi bir qo'shimcha qadamlar talab qilinishi mumkin. Asosan, siz pensiya jamg'armasiga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilganingizda, ular sizdan nafaqaxo'rning aynan o'sha manzilda yashayotganligini tasdiqlovchi hujjatlarni so'raydilar. Gaz hisoboti kimning nomida bo'lishidan qat'iy nazar, agar nafaqaxo'r shu manzilda doimiy yashasa va ro'yxatda turgan bo'lsa, kompensatsiya olish huquqi saqlanib qolishi kerak. Biroq bu yerda ba'zi mahalliy talablar farqlanishi mumkin. Shuning uchun mahalliy ijro etuvchi organdan aniqlik kiritish lozim. Ba'zi hollarda gaz shartnomasini nafaqaxo'rning nomiga rasmiylashtirish tavsiya etilishi mumkin. Uchinchidan, mavsumiy gaz iste'moli faqat qishda isitish qanday hisobga olinadi degan savol. Ko'pgina xususiy uylar yoki kvartiralarda gaz asosan qish oylarida isitish uchun ishlatiladi. Yozda gaz iste'moli minimal bo'ladi. Kompensatsiya hisoblanayotganda aynan shu mavsumiylik albatta hisobga olinadi. Davlat tomonidan belgilangan kompensatsiya me'yorlari yilning qaysi oyida ekanligiga qarab farq qilishi mumkin. Ya'ni qish oylarida gaz iste'moli yuqori bo'lganligi sababli kompensatsiya miqdori ham yuqoriroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zida esa kompensatsiya butun yil davomidagi o'rtacha iste'molga qarab hisoblanishi ham mumkin. Bu tizim har bir viloyatda o'ziga xos ravishda joriy etilishi mumkin. Shuning uchun aniq ma'lumotni mahalliy gaz ta'minoti idorasidan yoki pensiya jamg'armasidan olishingiz kerak. 4-dan, ariza berish muddati va oxirgi muddatlar mavzusi. Kompensatsiya odatda muddatsiz asosda beriladi, lekin uni olish uchun har yilgi qayta ro'yxatdan o'tish talab etilishi mumkin. Shuningdek, kompensatsiyani olish uchun dastlabki ariza berish muddati bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yil kompensatsiya beriladi, lekin buning uchun shu vaqt oralig'ida murojaat qiling degan shartlar qo'yilishi mumkin. Bu kabi muddatlarni o'tkazib yubormaslik uchun pensiya jamg'armasining e'lonlarini, mahalliy yangiliklarni diqqat bilan kuzatib borish juda muhimdir. 5-dan, yuqori gaz qarzdorligi bo'lsa-chi,
degan savol. Agar sizning gaz uchun katta miqdorda qarzingiz bo'lsa, bu kompensatsiyani olish jarayoniga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi hollarda avval qarzdorlikni qoplash yoki uni qismlarga bo'lib to'lash bo'yicha kelishuvga erishish talab qilinishi mumkin. Shu sababli iloji bo'lsa, gaz qarzdorligini kamaytirishga harakat qiling. Ammo bu kompensatsiya aynan o'sha qarzdorlikni kamaytirishga yordam berish uchun yaratilgan. Shuning uchun bu holatda sizga tushuntirish berishlari va yo'l yo'riq ko'rsatishlari kerak. Bu yerda inson omili juda muhim. Shuning uchun mahalliy gaz ta'minoti idorasi bilan bevosita bog'lanish tavsiya etiladi. 6-dan, har bir viloyatda o'ziga xos qoidalar bormi? Ha, shunday bo'lishi mumkin. Garchi asosiy qoidalar mamlakat bo'yicha bir xil bo'lsa-da, ba'zi hududlarda, ayniqsa chekka joylarda gaz ta'minoti va iste'moliy xususiyatlardan kelib chiqib, kompensatsiyani hisoblashda kichik o'zgarishlar yoki qo'shimcha mezonlar joriy etilishi mumkin. Shuning uchun eng ishonchli ma'lumotni o'z hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki mahalla fuqarolar yig'inidan olishingizni tavsiya qilaman. Ular sizning joylashuvingizga oid eng dolzarb va aniq ma'lumotlarni taqdim etishlari mumkin. Keling, endi eng muhim amaliy maslahatlarga o'tamiz. Kompensatsiyani olish uchun siz nimalar qilishingiz kerak? Bu yerda sizga qadam-qadam ko'rsatma beraman. Asli 1000 qadam ma'lumot to'plash va holatingizni baholash. Avvalo, sizning oilaviy holatingizni, daromadlaringizni va gaz iste'molingizni aniq baholab oling. Yuqorida aytib o'tgan mezonlarga qanchalik mos kelishingizni tushunib oling. Agar oilangizda boshqa ishlaydigan a'zolar bo'lsa, ularning daromadlarini ham hisobga oling. Gaz hisoblagichingizning so'nggi ko'rsatkichlarini va so'nggi 1 yildagi gaz iste'moli bo'yicha to'lov kvitansiyalarni yig'ib qo'ying. Bu sizga ariza topshirishda va ehtimoliy tushuntirishlar berishda yordam beradi. 2 qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Kompensatsiya olish uchun sizning asosiy murojaat nuqtalaringiz quyidagilar bo'ladi. Mahalla fuqarolar yig'ini MF, ko'pgina ijtimoiy yordam dasturlari aynan MF orqali boshlanadi. Ular sizga kerak hujjatlar ro'yxatini berishi, ariza blankasini taqdim etishi va to'ldirishda yordam berishi mumkin. Shuningdek, ular sizning oilaviy holatingiz haqida ma'lumotnoma berishi mumkin. Bu esa pensiya jamg'armasida talab qilinadi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi bu kompensatsiya bo'yicha asosiy mas'ul organdir. Siz bevosita pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. U yerda sizga batafsil ma'lumot beriladi va arizangiz qabul qilinadi. Xalq qabulxonalari. Agar siz qandaydir sabablarga ko'ra pensiya jamg'armasi yoki MFIda muammolarga duch kelsangiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular har doim fuqarolarning muammolarini hal qilishda yordam berishga tayyor. Gaz ta'minot AJning hududiy bo'limlari. Ba'zi hududlarda gaz to'lovi bilan bog'liq kompensatsiyalar bevosita gaz ta'minot tashkilotlari orqali ham rasmiylashtirilishi mumkin. Ammo avvalo MFI va pensiya jamg'armasiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ammo 3 qadam. Kerakli hujjatlarni to'plash. Arizani topshirishdan oldin quyidagi hujjatlarni to'plab qo'yishingiz shart. Fuqarolik pasporti asl va nusxasi, shaxsiyatingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. 2. Nafaqa guvohnomasi asl nusxasi, sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. 3. Oilaviy tarkib to'g'risida ma'lumotnoma. Ushbu ma'lumotnoma MFIdan olinadi. Unda siz bilan birga yashayotgan oila a'zolaringiz va ularning qarindoshlik darajasi ko'rsatilgan bo'ladi. Bu hujjat sizning oilaviy daromadingizni baholashda muhim. 4. Uy-joy kadastr hujjatlari. Asli va nusxasi, uyingizga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr pasporti, guvohnoma. Bu sizning uy-joyingiz haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlash uchun kerak. 5. Gaz hisoblagichning so'nggi ko'rsatkichlari fotosurati, ya'ni hisoblagichning holati va raqamlari aniq ko'rinadigan rasm. 6. Oxirgi gaz to'lov kvitansiyalari. Gaz uchun oldingi to'lov kvitansiyalarining nusxalari. Bu sizning gaz iste'molingiz dinamikasini tahlil qilish uchun kerak bo'ladi. 7. Bank hisob raqamingiz to'g'risida ma'lumotnoma. Agar kompensatsiya pul ko'rinishida sizning hisobingizga o'tkaziladigan bo'lsa, bank hisob raqamingiz plastik karta raqami kerak bo'ladi. Bu ma'lumotni bank filialidan yoki mobil ilova orqali olishingiz mumkin. 8. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma. Agar talab qilinsa, agar sizning oilangizda boshqa ishlaydigan a'zolar bo'lsa, ularning ish joyidan daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu oilaning umumiy daromadini aniqlash uchun kerak.
Astash 4 qadam arizani to'ldirish. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limida sizga maxsus ariza blankasi beriladi. Uni diqqat bilan va aniq to'ldiring. Odatda arizada quyidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi. Murojaat qiluvchining FIOP assi, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, nafaqa guvohnomasi raqami va berilgan sanasi. Ariza berishdan maqsad gaz uchun kompensatsiya olish. Oilaviy tarkib haqida qisqacha ma'lumot. Ilova qilingan hujjatlar ro'yxati. Bank hisob raqami ma'lumotlari. Ariza to'g'ri va to'liq to'ldirilganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, mutaxassislardan yordam so'rashdan tortinmang. Xatolikka yo'l qo'ymaslik juda muhim. 5 qadam arizani topshirish va ko'rib chiqilishini kutish. Barcha hujjatlarni to'plab, arizani to'ldirganingizdan so'ng uni pensiya jamg'armasining mas'ul xodimiga topshirasiz. Ular sizning arizangizni ro'yxatdan o'tkazadilar va sizga uning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnoma yoki ro'yxatga olish raqamini berishlari kerak. Bu raqam orqali siz arizangizning holatini kuzatishingiz mumkin. Arizalar odatda ma'lum bir muddatda ko'rib chiqiladi. Bu muddat bir necha kundan bir necha haftagacha bo'lishi mumkin. Sizning holatingiz o'rganiladi, oilaviy ahvolingiz va daromadlaringiz tekshiriladi. Ba'zida MEP xodimlari sizning yashash sharoitingizni o'rganish uchun uyga kelishi ham mumkin. Agar arizangiz tasdiqlansa, sizga bu haqda xabar beriladi va kompensatsiya belgilangan tartibda sizning bank hisob raqamingizga o'tkaziladi yoki gaz to'lovidan avtomatik ravishda chegiriladi. 6 qadam arizangiz holatini tekshirish. Astirish arizangizni topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilish holatini pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib tekshirishingiz mumkin. Ba'zi joylarda bu jarayonni onlayn platformalar orqali ham kuzatish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz nafaqaxo'rlarimiz va kanalimiz tomoshabinlari, bu gaz uchun kompensatsiya joriy etilishi sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli yordam beruvchi juda muhim yangilikdir. Bu davlatning o'z fuqarolariga, ayniqsa eng zaif qatlamiga g'amxo'rlik ko'rsatayotganligining yana bir yaqqol dalilidir. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish uchun yuqorida aytib o'tilgan barcha amaliy qadamlarni diqqat bilan bajaring va kerakli hujjatlarni o'z vaqtida to'plang. Hech ikkilanmang, maslahat uchun murojaat qiling va o'z huquqlaringizni himoya qiling. Sizning moliyaviy barqarorligingiz va qulayligingiz davlatimiz uchun ustuvor vazifa bo'lib qoladi. Ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar bu video sizning savollaringizga javob bergan bo'lsa, videoga like bosing va uni boshqa nafaqaxo'rlar ham bilib olishlari uchun ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'ring. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning barchasini o'qib chiqishga va javob berishga harakat qilaman. Unutmang, sizning fikringiz biz uchun juda qimmatli. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Shunda kelgusi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Sog' va salomat bo'ling.